Men bugun va kechagi treningdan o'zimga Allohga ariza yozishni samimiy ishonch bilan Allohga ariza yozishni o'rgandim va fikrlarimni to'g'ri yo'nalishga solishni o'rgandim. O'zimga kerakli va keraksiz narsalarni ajratib olishni, o'zim uchun eng muhimi nimaligini bilib olishni o'rgandim. Sizga odamlar to'dasi emas, sizga kuchli jamoa kerakligini o'rgandim. Yana ham bir bor. Keyin o'rdakda emas, burgutda harakat qilishdi. Ko'p narsani o'rgandim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men bugungi va kechagi treningdan koronani yechib o'quvchi pozitsiyasida bo'lishni o'rgandim. Nafaqat biznesda va nafaqat oilada, umuman barcha yaqin insonlarimizga aslini olganda biz bu biznesda insonlar bilan ishlaymiz. Barcha holatda biz o'sha insonlarning manfaatini o'zimizni manfaatimizdan keyingi o'ringa emas, avvalambor o'zimizni manfaatimizni keyingi o'ringa qo'yib, ularning manfaatini birinchi o'ringa qo'yishni angladim. Eng asosiy menga yoqqan joyi bu yerda, agar men boshqalardan uzoqroqda turgan bo'lsam, bu gigantlarning yelkasida turganim tufayli degan narsa menga juda ham insight berdi. Ya'ni ustozlarimizga 100% ishonsak, natija 100% ustozlarimiz natijasi bo'ladi. Menga shu yo'q. Men bu darsdan olgan eng katta insightim shu bo'ldiki, komfort zonada uzoq qolib ketgan inson aniq o'ladi. Va har doimgidek mana sizda trening juda ham chiroyli, ham Alloh bilan munosabat, ham oilaviy munosabat, sportga munosabatingiz va albatta shukronalik keltirish, hammasi mujassam. Albatta boy bo'lish bu davlat, pul emas ekan. Eng katta boylik bu aqlli fikrlash ekan. Kattakon rahmat. Bu trening menga rosa ko'p insight berdi va bitta insight qolib ketdi. Biz yaqinga boradigan bo'lsak, o'zimiz ketaverishimiz kerak ekan. Lekin maqsadimiz oliy, uzoqroqqa boradigan bo'lsak, polni komanda bilan borishga maqsad qilib va komanda bilan borish kerak ekan. Kambag'al insonlarda orzu bo'ladi, boy insonlar maqsadi bo'ladi, aniq tuzilgan rejasi bo'ladi. O'sha ham men uchun juda insight, zo'r insight bo'ldi. Olgan insightim faqat ishlashimiz kerak emas ekan bu biznesda. Albatta o'qib o'rganib, ham ishlab, ham o'qib o'rganib, kichkina natijalardan katta natijalarga chiqishimiz mumkin ekan. 2 kunlik marketingda Farruh Muhammadiyevning darslarida shu narsani o'rgansa, bu marketingda pashsha bilan emas, asallar bilan ishlagan ma'qul.